Hürmetli dostlar, bugün yolumuzda sen itibarlanıza Raysenter'den hazırlar. Urganch tumani Raysenter Banisa yakın yerde şimdi bir kavatlı 325 kvadrat metr bolan adamını itibarlanıza havola qilib ko'rsatib o'tamiz. 14 metr tushgan keyinda o'sha boshqa chekanizda bundan tashqari bir ham bor. Hurmatli vatandoshlar, yine fasad qismiga o'tib turgandan keyin bir qator shpagoykadan kilaydan chiqarganlar. Ellerinde mashinkadan mesalari bor. Birinin kanalizatsiyasi chiqqan, darvozalar yog'och darvozalardan, gaz ve sudan muammosi yo'q, shishlar qo'yilgan. Yana 4 xonasini ega. Hozir bismillah deb ining. Xonamizdan girdik. Kirgandan dolonimiz katta, enine 4 metrlar bor, uzunasidan 12-12,5 metr orqaga chiqadi. Yani baland pol qilingan ekan, men taxta pol bo'lgan. O'ng tarafimizda bir de demir kat yo'llar xonamizning issiqlik bilan ta'minlab beradi. Qishni kunazlar chap tarafimizda esa bir de rakoinalar bor, suv kelib turibdi. Bir de elektrik shoshkina o'rnatilgan azlar. Tok o'lchagich ham qo'yib qo'yibdilar ekanlar azlar. Fonda hamma akkuratniy bu tarafning TV zonasi registrlari bilan katta qo'yilgan. Xonalarimizni yaxshi qizdirish uchun ishlari xiva yog'och ishlari. Birimiz 5,5-6,5 metrlarcha chiqib boradi. Oyoq tiylari taxta pol, fonda azlar yurib turgan-sin, chiroyli qilgan pardalar ham osilgan. Patolog kısmı chetlarga gipsokardon galagerlar qo'yilgan. Bir chiroyli joy ekan azlar. Birining TV zonasi bo'ladi. 100% silikat kalishdan qurilgan xonalarimiz azlar. Tarafning ikkinchi xonasi, общий 4 xonasi bor. Birimiz 5,5 razmerda baynak. Birimiz fonda, birim akkuratli turibdi. Azlar xonalarni keng katta tushgan ekan. Başka olacaklarken kichkina emas, ham katta bog'on ham ega. 325 kvadrat metr. Bir de oshxona qismi bor dening. Oshxonamizdan fonda turibdi. Xolos birini beklab bersangizlar, eshik qo'yib, oddiy bo'lib turaveradi. Yerimizda esa 3,75 razmerda bir xonasi bo'ladi. Bir de registrlarining aynalari. Hurmatli vatandoshlar, yaqashanadan belki xona qaragan ekan. Hurmatli vatandoshlarning fon xaflor qilingan. Ayaktilara hem yeri yağaç pol. Dokument tayyor, dokumentdan muammosi yo'q. Bidining moykalarda gaz plitaları ve bu tarafımızda yine bir xonasi, birimiz bir 3,5-5,5 razmerda boynak. Beni birazroq qarshi qilishgan ishlari, xiva ishlari. Bu tarafımızda sanuzel kısmı. Sanuzilimiz ayaktilara kafel, divorlar, patologlar plastik bo'lgan. Bir de kir mashin toshkalarining bu tarafda avgusi xonadonimizni suv bilan ta'minlab beradi. Avgusini katta og'u ekan, beni dush qo'yib qo'ydilar, unitazlar qo'yilgan, akkuratniy ekan azlar. Endi bog'ini ko'rsatib o'tsak, bog'im katta tushgan ekan. Bemalol ekin-dikin qiziqqan vatandoshlarimiz bo'lsa, ekin-dikin qilib, chiroyli qilib qo'ysanizlar bo'ladi bog'ini. Bog'i krugoy seshga bo'lgan, yana yozgi hojatxonasi ham ega. Biring tapchan qo'yib, bir chiroyli qilib, noves qilib, dam olib o'tirmoqqa mesalari bor. Xalosangiz barbekyu qilaman desangiz ham mesalari yetarlicha. Bu tarafa barbekyu qilib bersangizlar ham bo'ladi. Ajoyib bir katta kvadrat metrli xonadon. Narxi 650 million so'm. Kelishidan yeri bor. Kelib, ko'rib, mulkiyasini o'zlari bilan sodalashib olaverasizlar. Mulkiyasini ham olib kelamizda. Mesapolayasi Urganch tuman Raysenter Banisa yaqin yerda 1 kvadratli 325 kvadrat metr bo'lgan xonadoningizlar. Zo'r mesada bog'cha, maktab, gaz, suv, suvdan muammosi yo'q yerda joylashgan. Birozroq qarash kerak, lekin xonadonimizga qarash qilib, chiroyli qilib remont qilib yashasangizlar bo'ladi. Sizda hamma sog'lik, salomatlik tilimiz. Keyingi vaqtda sog'lom, yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha omon bo'linglar.